Zakatını ayırmaydiganlardan qarz elish. Savol. Assalomu alaykum. Bir musulmon pulga ehtiyojli bo'lib, atrofidagi yaxshi musulmonlarda pul yo'q yoki bo'lgan taqdirdami ulardan qarz so'ray olmaydi. Bundaq ahvolda namozni to'liq o'qib ketmaydigan, pul molning zakatini qat'iy ayirmaydigan kishidan pul qarz olib ishlatsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. O'zini musulmon sanab turib, mol-mulkining zakatini ayirmaydiganlarning musulmondarchiligi kamtuk bo'lib, bundoq kishilar qiyomat kuni alamlik azobga qoladi. Haq taolo aytadi: Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga alamlik azob bilan bishorat bergin. O kunda u boyliqlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yonlari va dumbillari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan boyliqinglar, yiqqan boyliqinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Tavba surasi 34-35-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qiyomat kuni to'ga burunqi eng semiz holatida egasining yoniga keladi. Agar egisi uning haqqini, zakatini bermagan bo'lsa, egisini dassaydi. Qo'ymi burunqi eng semiz holatida keladi. Agar egisi uning haqqini, zakatini ado qilmagan bo'lsa, egisini to'yoqlari bilan dassab, munguzlar bilan usidi. Yana sug'urg'il olib borganda, suv bo'yidagi piqir miskinlar uchun sig'ib berish to'gining haqqidandir degan. Yana mundoq degan: Qiyomat kuni hech biringlar gadaniga ma'rab turgan qo'y ortilgan holda, "Ey Muhammad, menga yordam qilgin" deb kelib qolmasin. Men uningga Alloh taolaning oldida sen uchun hech ish qilib berolmayman. Sana Alloh taolaning amrini yetkazgan edim deyman. Yana hech biringlar gadaniga buqirab turgan to'gi ortilgan holda, "Ey Muhammad, menga yordam qilgin" deb kelib qolmasin. Men uningga Alloh taolaning oldida sen uchun hech ish qilib berolmayman. Sana Alloh taolaning amrini yetkazgan edim deyman. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kimki Alloh ato qilgan pul milining zakatini bermasa, uning pul mili qiyomat kuni uningga ikki javog'ida ko'pik o'rlab turgan bir cho'ng toz yilonning shakliga kirgizilib, uni chirmib oladi. Ondan uning ikki qovuzini qamab turib, "Men sening pul miling, men sening yiqqan dafni dunyoying" deydi, degan. Ondan bu oyatni o'qigan. Allah o'z fazilidan berganini sarf qilmay, bixillik qiladiganlar uni o'zlari uchun foydali deb o'ylab qolmasin. Aksicha bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bixillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silinadi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Qiladigan barliq amallaringlardan Alloh xabardordir. Al-Imron surasi 180-oyat. Bundaq kishilarga nasihat qilish va qilmishining naqadar xatarlikligini yuqoridagi oyat hadislar orqali tushuntirib qo'yish lozim. Lekin bu turli kishilarning barliq kirmi haramdan bo'lmagan ahvolda zakatini bermaydiganligining o'zi uningdan qarz olishni, savdo muomala qilishni to'sib qo'ymaydi. Ulamolarimizning aytishicha, odatda butun kirmi haramdan bo'lgan kishi bilan muomala qilishga qat'iy bo'lmaydi. Ammo mol-mulkining bir qismi haram, bir qismi halol kishi bo'lsa, agar muomalada olgan mol halol molligi aniq bo'lsa, muomalaning halolligida masala yo'q. Agar muomalada olgan molning haromligi aniq bo'lsa, muomalaning haromligidami masala yo'q. Ammo muomalada olgan molning o'zi halol yoki harom yo'ldan kirganligini bilolmasa, uning bilan muomala qilish makruhlik bilan joiz bo'ladi. Bu yerdagi makruhlik harom molga uchrab qolishdan ansirganlikdan kelgan bo'lib, bu yerdagi shubha yoki ansirash harom kirimning oz ko'pligiga qarab zaif yoki kuchli bo'ladi. Uyga chaqirsa mehmon bo'lish, hadiyasini, sadiqasini qabul qilish va qarz olish qatorliq boshqa turli muomalalarmi bu makruhlik doirasiga kiradi. Lekin shundaqdimi undaq kishilar bilan muomala qilmagan taqdirda qiyin ahvolda qoladigan zaruriyat bo'lsa yoki jamiyatda kirim sap haloldan bo'lmaslikdek ig'ir ahvol umumlashib ketgan bo'lsa, undaq kishilar bilan muomala qilish makruhsiz joiz bo'ladi. Chunki bu ahvolda ular bilan qilgan muomalaning harom mol bilan bo'lganligi ehtimolliq. Ammo qiyinchilik bilan jamiyatda bu ig'ir ahvolning umumlashib ketishi keskin. Shunga keskinlik ehtimollikning oldida turadi. Islom fiqhisida ikki ziyon taqshib qolgan ahvolda yengilini tartib ig'iridan qutulish lozim degan qoidami buni ta'kidlaydi.
Albatta, qiynalishdan keladigan ziyon haromlikqa kaskin bo'lmagan pulni o'tni elishdan keladigan ziyondan og'irdir. Aslida ko'pchilik ulamolarimizning ehtiyot yuzasidan harom malga yo'liqib qolishdan undaq ansirishi taqvodorlik va shubhidan saqlanish jihatidan kelib chiqqan bo'lib, yana bir qism olimlarimizning nazarida undaq ansirash hojatsiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan sahoba kiramlarimi Yahudiy va mushriklar bilan turli savdo muomalalarni qiladi. Albuki Yahudilar bilan mushriklarning kirimi aroq va jazona qatorliq harom savdolardan kirgan harom mol-mulkdan xoli bo'lmaydi. Shundaq turuqliq ular bilan muomala qilish haromga aralashib ketgan halol molni aniq belgi bilan ayirishning qiyinligi sababidan joiz bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan sahoba kiramlari undaq kishilar bilan muomala qilganda ularning mol-mulkining qaysi yo'l bilan topilganligini so'rab yurmagan va so'rashqami buyurmagan. Amash rivoyat qilib deydiki, biz Ibrohimning qashida qarz olganda bir narsani raniga qo'yishning hukmini muzokara qilishgan edik. U mundaq dedi: Asvad manga Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilib berdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir Yahudidan ma'lum muddat belgilab nisi ashliq setib olib, uningga to'mirdan yasalgan savutni raniga qo'ygan. Yana bir hadisda Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarz olgan arpa uchun savutini go'riga qo'ygan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga arpa nini bilan puruqi o'zgarib qolgan qo'ymayda mehmon qilish taklifini olib borgan degan. Bu taklif bir Yahudi tarafidan Anas radhiyallohu anhu orqali yetkazilgan bo'lish ehtimolligi cho'ng bo'lib, Imom Ahmad rivoyatida chaqiruvchining yahudiyligi aniq tilga olingan. Olimlar deydiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boy sahobalardan qarz olmay Yahudidan qarz olishidagi hikmatlarning biri joizlikni bayon qilib qo'yish uchundir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Yahudilarning mol-mulkining ko'p qismi haroq, cho'shqa va cheklangan savdolardan kelganligini, ularning to'xtamay harom yeb turadiganligini bilib turib, Yahudi bilan muomala qilganligi va ulardan jizya olganligi, mol-mulkining ko'p qismi haromdan kelgan kishi bilan muomala qilsa joizligini ko'rsatadi. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mundaq rivoyat qilgan: İbrahim aleyhisselam ayoli Sara bilan hijrat qilib, bir podsho yoki bir zolim bor shaharga kirdi. Keyin podsho uningga Saraga Hajarni beringlar deb buyurdi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zaharlangan bir qo'y go'shti sovg'a qilingan. Yana Abu Humayd radhiyallohu anhu mundaq deb rivoyat qilgan: Aylaning podshohi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir oq qishirni hadiya qildi. Rasululloh uningga bir ton kiygizib, uning ziminiga chaqilmaydiganligini bildirib, ahdinoma yozib berdi. Buningga asosan ulamolar Yahudi nasoralar va mulkining ko'p qismi harom kishilar bilan muomala qilsa, hadiyasini qabul qilsa bo'ladi deb yakunlagan. Salaflardanmi Makhul, Zuhri, Said ibn Jubayr, Hasan Basri, Muvarriq al-Ijli, Ibrohim Naxai va Ibn Sirin qatorliq ba'zilar agar shu narsaning o'zining haromdan ekanligini aniq bilmagan ahvolda kirmiga harom aralashgan kishining mulkidan bir narsa yesa bo'ladi deb qaragan. Fuzayl ibn Iyazdanmi shunday rivoyat qilingan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan sahih rivoyatda uningdan ochiq oshkora jazoni yeydigan, harom mol tepishda hech qanday siqilish his qilmaydigan kishi qo'shnisini tamoqqa chaqirsa qanday qiladi deb so'ralganda u: "Beringlar, haloli sizlarga, gunohi o'ziga" deb javob bergan. Bu rivoyatni Imom Ahmad sahih deb qaragan. Hazrati Ali, Salman radhiyallohu anhulardanmi mushundoq mazmun rivoyat qilingan. Ibn Sirindan jazonidan qimordan topgan pulda qarzni to'lasa olsa bo'ladi deganligini Hallal sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Albatta, majbur bo'lmasa undaq kishidan pul olishga bo'lmaydi degan ilgirki qarashmi salaflarning ba'zilaridan kelgan. Yig'ib aytsak, zakatini ayirmaydigan kishining mol-mulki halol bilan harom aralashib ketgan mol-mulk bo'lg'achqa, imkon bor zakat ayiradigan, halol kirim qiladiganlardan qarz pul topgani afzal. Agar zakat ayiradigan, halol kirim qiladiganlardan qarz pul topolmagan yoki ba'zi sabablar tufayli qarz so'rayolmagan ahvolda zakatini ayirmaydigan kishilardan qarz olsa makruhlik bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilgurjidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 69 numaralı fatva.